Siz mani oldimga necha yil oldin kelgandingiz? Birinchi marta. Birinchi marta 2016-yilda. 2016-yilda kelgandingiz. O'sha kelganingizda siz nima muammo bilan keldingiz? Men o'shanda shu vahima kasal, davleniya. Vahima kasal, davleniya. Oshqozonda yazva. Oshqozonda yazva. Keyin boshim qaltirab turar edi men. Bosh qaltirab turar edi. Keyin qo'rquv bor edi, hamma narsadan. O'sha vahima aytdingiz. Vahima. Yana bitta narsa, asosiy narsa. Asosiysi onkologiya. Ko'krakda nima deydi? Onkologiya o'sma bor deydimi? O'sma bor deganda. Ana endi qarang. O'shanda qatnashganingizda mana bu kasalliklar yo'qoldimi, yo'qolmadimi? Yo'qoldi. Sog'ayib ketdingiz. Shundan beri sog'lom yashab yuribsizmi? Ana endi ko'krakda onkologiya nima bo'ldi? Yaxshi bo'ldi. 100% yaxshi bo'lib ketdimi? 100%. Nimada analizlar ko'rib hayron qoldi doktorlar. Qachon ko'rdi? Qachon oxirgi analizlar, qachon oxirgi marta tekshirtirdingiz? Oxirgi marta 2020-yil. 2020-yilda tekshirtirdingiz. Sop-osoq chiqdimi? Doktorlar hayron qoldimi? Doktorlar bu yerda Toshkentda tekshirtirganman, bular vahima qilib operatsiya qilamiz dedi. Keyin Xorazmga borib, bu yerga tekshirtirdim. Shu sizga kelib ketgandan keyin u yerga bordim Urganchga. Yerga 2 kurs qatnashdim. Qarang, 2016-yil keldingiz, 2020-yil yana keldingiz. Keyin Xorazmga borib davolandingizmi? Yo'q, yotib davolanmadim. Prosta borib tekshirtirdingiz. Bu yerga ishonmadim, qanaqadir borgim kelmadi, ular operatsiya qilamiz dedi. Men yo'q, men soppa-sog'man, hech qanaqa operatsiya kerak emas menga deb. Nega yoqqa borib tekshirtirdingiz? Sizning oldingizga 2 marta kursingizga qatnashdim. Keyin u yerga borib tekshirindim. Tekshirtirsangiz nima dedi? Tekshirsangiz kuldi ustimdan. Nimaga borib yuribsiz siz onkologiya, hech nima yo'q sizlarda. Hurmatli ko'krak saratoni bo'lib qolaman deb qo'rqib yurganlar. Odam dori-darmonsiz sog'ayadi. Mana sizlarga isboti. Mana shu odam bugun kelib qoluvdilar. Bir natijalarni so'radimda, yoqib qolgani uchun mana hozir o'zlaridan sizlarga eshittirib, yana intervyu olgandek qilyapman. Siz sog'ayasizmi? Sog'aymaysizmi? Kelasizmi? Bor operatsiya qildirasizmi? O'zingiz ishlaysiz. Mana sog'aygan odamlar. Bunda qalak yo'q. Rahmat sizga intervyu berganingiz uchun.